Necilsan? Nomlarga. Sho'rbodir ingliz tilida nima bo'ladi? Men bilmaysan. Dodangni beligini olgin-da. Bozorga o'tib kel. Chiqib guruch olib berasan. Pishqo. Beling qoldirib ketibdi. Beshor ukam. U hozir o'rtoqlar. Bir kunlik o'rtoqlar. Men Sardor akakim bilan raddamda tanishganmiz. Haligacha birgamiz. Rahmatli. Kecha ustozim bilan gaplashdim. Qolib ketdi gaplashib. Ko'z temas yaxshi ayol. Unga xabar olib turish kerak. Ustoz qayerda yashaysiz? Manaqa yuruvlarni do'dirab. Bezib ko'chaga chiqib ketdilar. Daydi, ayron bola narsalarni yeb. Ukangni qara mana. Baqirlashib ko'z oldi. Kecha qo'limga ko'tardim, berib olib qoldi. Atvet qaytardim ekan. Sal gapga yig'ilib o'rasan. Men yoshligimda adam o'rtog'imning adasi bilan qo'shilishib urishardi. Yaxshi dodam borlar. Avaylab urardi. Zato mana mushrik bo'lib yurimiz hozir mana oilani boqib, ko'tingga ishton kiydirib. Qancha toni? Bor kiyib. Bo'lmag'ir videodan ko'rib yurmang qara. Ustozlar bilan berilashardim men. Kim bugun dars o'tishiga. Oyingga telefon qilib kelsan, chiqib ketdi qo'shnilarnikiga. O'tirib qanaqadir novellalar ko'rib. O'zi bir 23-dekabr kuni soat 7da Saxiston deb klubga olib borib kelishim kerak. Ana o'sha yerda mana shunaqa novellalarga reaksiyalar qilishadi. O'shanda bilib olardi o'zi, bunaqa narsalarga o'zi qanaqa qaraladi. No vaqti yo'q. Shuning uchun o'qituvchim bilan ko'rishamiz shu yerda.